Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Xitayğa qarşı tanlanğan komitet ByteDance şirkətinin TikTok'dakı payını setiş və Amerikada çəkləşkə məcburlaş qanun layihəsini o'tirg'a qoyğan. Microsoft Start xəbər torining 5 mart günidagi xəbərdə aytilishicha, Xitayğa qarşı tanlanğan komitetdagi rəhbərlər Xitay davlat qarmog'idagi ByteDance'ni TikTok'dagi payini setishga majburlaydigan, undaq bo'lmaganda dаңлıq manbalash supisi TikTok'ning Amerikaning har qaysi joylarida cheklanadigan ikki partiyalik qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Rais Mike Gallagher va demokratlarning yuqori darajalik a'zosi Raja Krishnamurti Amerikaliklarni chet ellik dushmanlar kontrol qiladigan qo'llanishchan programmalardan qo'g'dash qonunini o'tirg'a qo'ygan. Bu qonun ByteDance va TikTok'ni chet el raqibi kontrol qiladigan qo'llanishchan programma qilib bekitadi ekan. Prezident barliq federativ organlar bilan moslashib, TikTok'ni qo'ldan chiqarmaslikni qaror qiladi ekan. Bu qonun loyihasi yana prezidentning huquqini kengaytib, chet ellik dushmanlar kontrol qiladigan qilmishlarni cheklaydi ekan. Xitoy, Rossiya, Chavshan va Eron bilan aloqador kishilarga chaqiriq qiladi ekan. ByteDance'ning TikTok'dan ayrilishiga munosabatli qonunning imzolanishi 5 oydan ortiq vaqt kechikkan. Undaq bo'lmagan bo'lsa, Apple va tor saytxonlik supisining Amerikada tarqalishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Bu qonun 170 million Amerikalikning tunji tuzilish kirgizish huquqini dafsanda qiladi ekan va 5 million kichik shirkatlarni taraqqiy qilish va xizmat fursatiga tayinish sahnasidan mahrum qoldirdi ekan. Bu komitet ijtimoiy axborot supisi X'ga yozgan yozmasida amaliyotda bu qonun loyihasi TikTok'ni Amerikada qilishga ilhomlantirdi degan. Bu qonun loyihasi payshanba kuni Avom palatasi Energiya va savdo komiteti tarafidan tasdiqlandi ekan. Bu qonun loyihasida har ikki partiyaning kam deganda 17 hamkorlashuvchisi bor ekan. Agar bilet tashlashga to'g'ri kelsa, qonunga aylanishning yaxshi fursatini beradi ekan. Gallagher bayonotida bu mening TikTok'qa bergan uchurim yoki Xitoy kompartiyasidan ayrilgan yoki Amerikalik abonentlaring bilan bo'lgan aloqani uz. Agar u Xitoy kompartiyasi kontrolidagi ByteDance bilan bo'lgan munosabatini oxirlashtirmasa, TikTok'ning Amerikadagi vaqti oxirlashdi. TikTok Xitoy kompartiyasi bilan hamkorlashgan ByteDance'ning ig'dorchiligida bo'lsa, Amerikaning bexatarligiga tahdid ilib keladi degan. Cumhuriyetçiler Partisi'den bir gruppa ötken yili TikTok'ni butunlay cheklaydigan qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Ammo Demokratchilar Partisi bu tirishchanlikning tez bo'lib ketganligini, fuqarolarning erkin so'z qilish huquqiga daxl-taruz yetkazadiganligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq boshlig'i Volker Turk Xitoyni Sharq Turkiston va Tibetdagi inson huquqlari dafsanchiligini to'xtatishga chaqirgan. Xabernida xabar torining 4 mart günidagi xabarida aytilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq boshlig'i Volker Turk dushanba kuni Xitoyni atalmish Xinjiang va Tibetdagi kishilik huquqqa daxl-taruz qiladigan qonunlarni o'zgartirish uchun berilgan tavsiyani qabul qilib, amaliylashtirishga chaqirgan. Xitoy Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni izchil rad qilib keldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janubdagi inson huquqlari kengashida so'zlagan Volker Turk Xitoy hukumatini Sharq Turkiston va Tibetda yurgizayotgan inson huquqlarini dafsanda qilish bilan munosabatli qonun siyosatlar va ijroatlar bilan aloqador ishxonam va inson huquqlari tashkilotlari bergan taklifni qabul qilishga chaqiriq qilaman degan. Xitoyning Janubda turishliq elchisi buningga qarata hech qanday inkos qaytarmagan. Volker Turk ishxonasining Beijing bilan izchil dialog holatida ekanligini, jidal majra chiqarib masala tug'dirdi degan bahona bilan ayblangan advokatlar va kishilik huquqni qo'g'duvchilarni erkin qo'yitishni talab qilganligini aytgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining burunqi kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet 2022 yili 8 oyda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarini ig'ir inson huquqlari dafsanchiligi yurgizdi deb ayblagan edi. Alma şirketining Xitoydagi iPhone sotilish miqdori oldingi 6 hafta ichida 24% tuvalgan. Investopedia xabar kanalining 5 mart günidagi xabarda aytilishicha, bozor tadqiqot shirkati Counterpointning xabariga qaraganda, Alma şirketining chet eldagi eng chong bozori bo'lgan Xitoydagi iPhonening sotilish miqdori bu yilning oldingi 6 haftasida 24% tuvalgan. Alma ehtiyojni oshirish uchun e'tibor baho bilan ta'minlaydiganligini bildirgan. Bu sonliq ma'lumot oldingi oyda Alma şirketining birinchi faslda Xitoydagi sotilish miqdorining 13% tuvalganligini e'lon qilgandan keyin e'lon qilingan.
Bozor ulushi 18% bilan yerli xamchot telefon ishlab chiqaruvchi Vivo eng yuqori saviyada yer olganda, Alma şirketining bu davlatdagi oliy darajalik telefonlar uchun asosliq raqibi bozor ulushi o'tgan yili 9% dan 17% ga o'rlagan Xitoyning Huawei şirketi ekan. iPhone ishlab chiqaruvchilarning Xitoydagi bozor ulushi 2024-yili 16% ga tuvanlab, bozor ulushi 19% bo'lgan 2023-yildagi 2-o'rindan 4-o'ringa tushib qolgan. Xitoydagi setilish miqdorining tuvanlishi Yevropa Ittifoqining jazosiga uchragan Alma şirketi uchun texmi og'ir bir ziyon bo'lgan. Yevropa Ittifoqi Alma şirketiga muzika iqimi bilan ta'minlovchilarni haqoratlaydigan app to'kini qoidasi orqali monopolga qarshi turish qoidasiga xiloflik qildi deb $2 trillion jarimani qo'ygan. Seshanba kuni Alma şirketining pay bahasi 2% dan ko'proq tushib ketgan. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlaka qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'ttirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlaka qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlaka ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlaka qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlaka ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlakaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.